2026 yilgi yangi Kia Sorento bu zamonaviy oilalar uchun yaratilgan mukammal crossover bo'lib, unda qulaylik, kuch va texnologiya birlashgan. Yangi avlod Sorento tashqi ko'rinishida ancha jiddiy va sportcha uslubda yangilangan. Old radiator panjarasi kengaytirilgan, LED faralar esa avtomobilga futuristik ko'rinish beradi. Salon ichida esa hashamat va texnologiya uyg'unligi darhol seziladi. Kengroq interyer, yuqori sifatli materiallar, yumshoq charm o'rindiqlar va 12.3 dyuymli raqamli panel bilan jihozlangan. Markaziy konsolda esa 12.3 dyuymli sensorli multimedia ekrani o'rnatilgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. 2026 yilgi Kia Sorento 3 xil dvigatel varianti bilan taqdim etiladi. 2.5 litrli benzinli turbomotor, 281 ot kuchiga ega. 1.6 litrli gibrid versiya, yoqilg'i tejamkorligi va kuch o'rtasida mukammal muvozanatni ta'minlaydi. 3 plug-in gibrid model, elektrda 50 kimgacha masofani bosib o'tishi mumkin. Avtomobil 8 pogonali avtomatik transmissiya bilan jihozlangan va old hamda toliq gildirakdan tortish tizimlariga ega. Buning natijasida har qanday yo'lda barqarorlik va qulay boshqaruv ta'minlanadi. Xavfsizlik tizimlari ham yangi darajada. Avtomatik tormozlash, yo'l belgilarini aniqlash, kor joyini nazorat qilish, adaptiv kruz nazorati va charchoqni aniqlovchi tizim kabi funksiyalar mavjud. O'rindiqlar soni 7 tagacha bo'lib, orqa qatordagi joylar ham ancha qulay. Yuk joyi keng, oilaviy sayohatlar uchun ideal. Yoqilg'i sarfi gibrid modellarda 5.6 litr 100 kim atrofida. Bu esa uni o'z segmentida eng tejamkor modellar qatoriga kiritadi. 2026 Kia Sorento narxi bozorlarga qarab o'zgaradi, ammo taxminan 32 AQSh dollardan boshlanadi. Yangi Sorento bu kuch, hashamat va ishonchlilikni birlashtirgan model bo'lib, zamonaviy haydovchilar uchun mukammal tanlov. Shu avtomobil bilan siz har bir safarda qulaylik va zamonaviy texnologiyalarning barcha afzalliklarini his qilasiz.